Ushbu rasmlarni joyini eslab qolishingiz uchun sizda 10 soniya vaqt bor. Vaqt ketdi. Qaysi raqam ostida to'p joylashgan? Qayerda krossovka joylashgan? Futbolka qaysi raqam ostida? Xatosiz ketayotgan bo'lsangiz bizga obuna bo'ling. Davom etamiz. Qizil kartochka qayerda joylashgan? Hushtak qaysi raqam ostida yashiringan? Qayerda biz xohlayotgan jahon kubogi joylashgan? Oxirgi raqam ostida nima qolganligi esingizda bo'lsa, kommentlarda yozib qoldiring. Ushbu videoni futbolni yaxshi ko'radigan do'stingizga yuborib qo'ying.